Assalomu alaykum. Mana chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa yangi partiya sigirlarni ko'rsatamiz. Balasi erkagi ham bor, urg'ochisi ham bor. 6 ta ona bola sigirimiz bor. Sotiladigan narxlari bilan mana tanishtiramiz. Mana bu sigirimiz ikkinchi balasi. Balasi erkak. Ikkinchi balasi. Savolarni ham oling. Sütü 6 ta 7 taga olaversin aka. Qorni ikkinchi qorni. Balasi 25 kunlik buzoq, hali 1 oylik bo'lgan. Narxi 26,5 million so'm kami bor. Mana bunisi 3-chi balasi. 3-chi balasi 8 ta 10 taga olaversin. Balasi urg'ochi. Bir hafta bo'ldi balasiga ham. Sütü 8 ta 10 ta beradi tomog'iga qarab. Narxi 30 million so'm kami bor. Mana bunisi bu ham 3-chi balasi. Tepmaydi, shoxlamaydi. Narxi 27 million so'm, xayr barakasiga o'tib beraman. 8 ta suti bor, balasi urg'och. 4 kunlik balasi. Bugun 4-chi kun bizlar. So'raganlarga mana ho'kizi bor. 10 ta 12 ta suti bor. Tepmaydi, shoxlamaydi, chini ham ko'rsat. Kim olsa baraka topadi. Balasi erkak. Narxi 32 million so'm kami bor. 12 ta sutiga olaversin. 12 ta suti bor, 10 taga olaversin. Sizga o'zini yechib yurg'iz shaqo. Nima olsin? Mana. 12 ta suti bor, 10 taga olsin. Ertaga oqshom 10 ta beradi. 32 million so'm kami bor. Balasi urg'ochi, 3-chi balasi. Narxi 28,5 million so'm kami bor, 6 ta 7 ta sutga olaversin. Ko'proq ham beradi-yu. 4 kunlik balasi. 6 ta 7 ta beryapti hozir sharoitda. Ketmaydi, boshqa qilmaydi. Kelib bemalol savob ko'rib vaqt yursin. Endi sut ichaman degan muxlislar bo'lsa mana aka. Kecha tuqqan balasi limuzin, ishini ham ochib ko'rsat. O'zga 12 ta 13 ta sut beryapti. O'zga narxi 32,5 million so'm kami bor buni. Mana yuvoshliklarni bir ko'rsin. 10 taga to'xtamaydi. 12 ta suti bor. 12 ta 13 ta o'z beryapti.